Yo'llarda avtotransport vositalarining xavfsiz harakat qilishi va haydovchilarga transport vositalarini boshqarishda salbiy ta'sir ko'rsatadigan omillarni bartaraf etish ustuvor vazifalardan sanaladi. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, respublikamizda har yili 10 mingdan ortiq yo'l transport hodisalari sodir bo'ladi. Bu esa yo'l harakati xavfsizligi muammolariga o'ta jiddiy yondashish zarurligini tegishli soha vakillari, qolaversa, keng jamoatchilik oldiga o'z yechimini topishi kerak bo'lgan vazifa sifatida qo'yishni talab etmoqda. Shu bois so'nggi yillarda mamlakatimizda avtomobil yo'llarida harakat xavfsizligini ta'minlash, shuningdek ko'riladigan umumiy ijtimoiy iqtisodiy zararlarni kamaytirish borasida keng islohotlar amalga oshirilmoqda. Xususan avtomaktablarga qo'yilgan talab ortdi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yildagi avtomobil yo'llarida inson xavfsizligini ishonchli ta'minlash va o'lim holatlarini keskin kamaytirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 190-sonli qarorlarida, ya'ni haydovchilarni tayyorlash, qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish jarayonida innovatsion pedagogik texnologiyalarni jalb qilib, yangi bosqichga olib chiqish bo'yicha topshiriqlar berilgan edi. O'qitish tizimiga, ya'ni bir necha majburiyatlar yuklatildi. Bunda, ya'ni hozirgi kunda tashkil etilgan avtomaktablarda, ya'ni texnologiyalarni jalb qilish va o'zgartirish, o'quvchilarni bilim olish uchun sharoitlar yaratish bo'yicha majburiyatlar yuklatildi va ushbu majburiyatlarni bajargandan so'ng ularga litsenziyalar berilmoqda. Talabga hamohang ravishda sharoit ham yaxshilandi. Jarayonni Toshkent viloyati Olmaliq shahrida joylashgan avtomobil ishlab chiqarish kombinati misolida ko'ramiz. Hozirgi kunda yo'l transport hodisalarini oldini olish, mukammal haydovchilarni shakllantirish eng dolzarb mavzulardan biri hisoblanadi. Tartibli va tajribali haydovchilarni shakllantirish yo'lida o'z mehnatlarini ayamayotgan avtomaktablarimiz ham kam emas. Jumladan, Olmaliq shahrida joylashgan avtomaktab bugun kameramiz obyektivlarida. Avtomaktabdagi tizim shaffof va to'liq raqamlashtirilgan bo'lib, inson omilisiz faoliyat yuritadi. O'quv xonalarida o'rnatilgan video kuzatuv moslamalari hududiy yo'l harakati xavfsizlik bo'limlariga integratsiya qilingan. Bundan ko'zlangan maqsad imtihon olish va qayta imtihonga tayyorlash jarayonlarida korrupsion holatlarni oldini olish. Shuningdek, bilimini yanada mustahkamlamoqchi bo'lgan o'quvchilar uchun darsdan tashqari maxsus axborot resurs markazi tashkil etilgan bo'lib, 500 dan ortiq adabiyot mavjud. Hozirgi innovatsion texnologiyalar asosida o'quvchilarni mashg'ulotlarga qatnashishini nazorat qilish, inson omilisiz ularni har bir mashg'ulotda o'zlarini olgan ko'nikmalari, bilimlarini hafta mobaynida mas'ul o'qituvchilar, rahbariyat tomonidan test savollar asosida kompyuterlarda nazorat qilib boriladi. 1-oraliq, 2-oraliq, 3-oraliq, yakuniy oraliq sinovlari qo'yilgan. Mana shu sinovlardan muvaffaqiyatli o'tgan har bir o'quvchi bitiruv hujjatlarini olib, kelgusida imtihon markaziga borib, o'z bilimlarini namoyon qilishadi. Bilimlar namoyon bo'lgandan keyin tegishli asosda belgilangan tartibda haydovchilik guvohnomalarini olib, bemalol yo'llarimizda harakatlarini davom ettirishadi. Avtomaktabning o'ziga xos yana bir qulayligi o'quvchi ma'lum sabablarga ko'ra dars qoldirgan yoki tushunmagan mavzusi bo'lsa, kun davomida o'zlashtirishi uchun maxsus xona ham tashkil etilgan. U yerda mavzuga doir ma'lumotlarni to'liq olish imkoniyati bor. Nazariy bilim olishdan tashqari amaliy tajribalarini shakllantirish maqsadida avtotransport vositalarini boshqarish uchun mashq maydoni o'quvchilarga xizmat ko'rsatadi. Barcha toifadagi avtotransport vositalarini haydovchilarni tayyorlash bo'yicha o'quv avtodromimiz to'liq jihozlangan bo'lib, o'quv avtodromimizda svetofor, yo'l belgilari, yo'l chiziqlari bilan to'liq jihozlangan. Ushbu avtodromimizda o'quv mashq avtomobillari ham oxirgi 5 yilliklarda ishlab chiqarilgan avtomobillar bilan o'quv mashg'ulotlari olib boriladi. Keyin o'quvchilar barcha toifalar bo'yicha o'quv mashg'ulotlarini olib boradi hamda ushbu ta'lim oluvchilarga barcha shart-sharoitlar yaratilgan. Mashq maydoni zamon talablariga to'liq javob beruvchi uskunalar bilan jihozlangan bo'lib, imtihonlarga yengil va og'ir turdagi avtotransport vositalarida tayyorgarlik ko'riladi.